Assalomu alaykum. Humoyun Usta.uz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Yana bir fayzli xonadonga chiroyli qilib navbatdagi zakaz bo'yicha tayyorlangan uzum tokimizni olib kelib, chiroyli qilib joylariga ustanovkasini qilib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring. Bu o'rnatgan uzum tokimiz bo'yicha ma'lumotni berib o'tamiz. Qanaqangi materiallarda yasaldi tokimiz. Kvadrat metrini necha puldan yasab olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Albatta xonadoniga shunaqangi uzum tok, naveslar qildirish maqsadida yurgan aka-ukalarimizga, yurtdoshlarimizga bu foydali bo'ladigan qo'limizdan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, bu uzum tokimizni Farg'ona viloyati Uchko'prik tumaniga olib kelib o'rnashtirib berdik. Uzum tokimiz 100% profil temir mahsulotidan tayyorlandi. Razmeri uzum tokimizni uzunasiga bu katta tomoni 22 metr, eniga 620 razmerda. Bu yog'iga burilgan joyi 2 metrga 13 metr razmerda bo'ldi. Uzum tokimiz ko'rib o'zlaring baho berasizlar aziz yurtdoshlar. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Xorilarini, burchak gullarini lazerli variantda qilib chiroyli qilib ishlab berganmiz. Uzum tokimizning asosiy mana stoykalari aziz yurtdoshlar 8 ga 8 lik ikkilik stenali profilda tayyorlangan. 1 metr joyiga mana tumbalarini ham chiroyli qilib qo'yib, yanada bir tokimizga bir bagati chiqishini hisobini olgan holda shu burchak gullarni ham lazerli variantda qilib ishlab berilgan. Tepadagi asosiy yuk ko'taradigan firmalari aziz yurtdoshlar 4 ga 4 lik profilda bo'lgan. Past 4 ga 2 lik profilda qilib, baquvvat qilib, kelajakda ustini naves qilib yopsa ham bemalol har qancha yuk ko'taradigan qilib, chiroyli qilib bir navesga tayyorlab o'rnatib tashladik. Qolagan payt xonadon egalari zarurat bo'lganda bemalol tunika yoki leksan olib kelib qatirib, mana shu joydan bemalol pana sifatida foydalanish mumkin. Aziz yurtdoshlar, tepadagi mana ko'rishlaring mumkin shada qismlari har bir guliga gulini to'g'rilab, har 50 sm qismi razmerga qo'yib chiqilgan. 3.2 lik profilni ham shu 1.5 lik stenalasidan qilib, chiroyli qilib varid qilib qo'yib chiqilgan. Kraskasi mokriy asfalt svetda bo'ldi uzum tokimizni. Endi aziz yurtdoshlar, kvadrat metri uzum tokimiz qalin temir mahsulotlarda yasalganligini hisobiga 1 kvadrat metr 230 ming so'mdan tayyorlab o'rnashtirib berdik. Mana shu общий obyektimiz 160 kvadrat bo'ldi. Kimga shunaqangi sifatli uzum toklar, naveslar kerak bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Ishlarimiz yoqsa aziz yurtdoshlar, bittadan like bosib, videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna og'ayni do'stlar gruppalariga podelitsiya qilib qo'yishni unutmaysizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.